Endi hozir sizlar bilan birgalikda yaproq dolmasi qilamiz va tugarkan sizlardan kelgan eng ko'p savollarga javob berib o'tib ketmoqchiman. Ko'pchilik direktdan ovqatlani retseptini, ovqatlab pishirganimni qo'yganimda sizlar juda ham on budget, ekonom tarzda sayohat qilar ekansizlar. Hech restoranlarda ovqat yemaysizlarmi deb ko'p yozishibdi. Biz restoranlarda ko'pincha ovqatlanamiz, lekin men sizlarga unchalik ham qo'ymayman. Ba'zi odamlarning sharoiti bor, ba'zilarniki yo'q deb. Lekin ko'pincha o'zim pishirgan ovqatlarni sizlarga ham qo'yaman, чтобы sizlarga motivatsiya bo'lsin deb qo'yaman. Ikkinchidan, bizga restoranlarda ovqat topish juda ham qiyin. Ko'p restoranlar halol emas. Uchinchidan, juda ham qimmat. Masalan, eng oxirgi safar bir o'zbek restoranida bo'ldik. Menimcha biz uchun juda ham qimmatdi. Bitta osh, bitta lag'mon va bir somsa bitta kompot ichdik va 50 yevroga yaqin pul to'ladik. 50 yevro biz uchun qimmat va har kun ham odam bera olmaydi u pulni. Bilaman, u restoranning o'ziga yarasha rasxodlari, arendasi ham bor, lekin menimcha bizga o'xshaganlar uchun qimmatlik qiladi. Bizning asosiy maqsadimiz sizlarga ekonom tarzda qanday qilib sayohat qilsa bo'ladi degan bir g'oyani ko'rsatish.